Yana bitta novinka shubamizda. Buni asalligini qaranglar. 2026-yili trendi bo'lgan kimono modelda, kimono stilda. Yoqalari shunaqa bo'ladi. Belida belbog'i bor, cho'nchagi bor. Qo'l qismida kunitsa bilan anaqa qilingan, kombinirованный qilingan. Yechilmaydi, lekin qo'li yechilmaydi. Shunaqa chiroyli turadi. Tak, spushenniy model. Yelkasi spushenniy, yo'lka bo'lgan modelimizda. Yonlarida hech qanaqangi virzlari yo'q. Полный orqa oldilari yo'lka bo'lib tushgan. Oldi qanaqa yo'lka bo'lsa, orqasi ham xuddi shunaqangi. Juda ham chiroyli. Uzunligi 1.30 bo'ladi. Bo'yi baland ayollarga juda ham chiroyli turadi.